Salom hammaga, Tobi kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan birgalikda Akatsuki qanday tuzilganini ko'rib chiqamiz. Bu oddiy jinoyatchilar guruhi emas, bu urush ichida paydo bo'lgan, dunyoni kuch orqali o'zgartirmoqchi bo'lgan shinobilarning yo'li. Videoni oxirigacha ko'ring, biz videoni boshladik. Hammasi urushlardan boshlandi. Yomg'ir qishlog'ida 3 ta yetim bola bor edi. Yahiko, Konan va Nagato. Ular urushda hamma narsasini yo'qotishgan edi. Yahiko har doim kuchli bo'lishga harakat qilardi. Uning orzusi bitta edi: dunyoda tinchlik o'rnatish. Bu maqsadda u Akatsuki nomli guruh tuzdi. Ular urushga qarshi edilar. Ular odamlar azob chekmasligi uchun harakat qilardi. Akatsuki tobora kuchaya boshladi, lekin bu kuch Hanzo nomli rahbarni xavotirga soldi. U Yahikoni yo'q qilish rejalarini tuzdi. Yahiko tanlov oldida qoldi: o'zini qurbon qilish yoki do'stlarini yo'qotish. U o'zini qurbon qildi. Bu voqea Nagatoni butunlay o'zgartirdi. Yahikoning o'limidan so'ng Nagato Pain o'zbekchasiga tarjima qilganda og'riq deb atalgan kuchli jangchiga aylandi. U Akatsukini qaytadan tuzdi. Yangi maqsad kuch orqali dunyoda tartib o'rnatish. U shunday g'oyani ilgari surgan. Og'riqni boshdan kechirmagan odam tinchlikni tushunmaydi. Yangi Akatsuki har bir kishi kuchli bo'lishi kerak degan g'oyani olib chiqqan edi. Pain boshqa kuchli jangchilarni yig'a boshladi va shunday qilib Akatsuki juda ham kuchli to'daga aylandi. Do'stlar, keling endi Akatsukidagi a'zolar haqida ham birozgina tushuncha berib o'taman. Itachi Uchiha klanni yo'q qilgan shinobi. U Konohani himoya qilish uchun o'z oilasini yo'q qilgan. Akatsukiga josus sifatida kirdi, lekin aslida u doimo tinchlik tarafdori edi. Uning ko'zlari Sharingan va Mangekyo Sharingan bo'lgani uchun yengib bo'lmas darajaga chiqqan edi. Kisame Hashigaki, sobiq Kirigakure jangchisi. U o'zini yolg'onchi dunyoda haqiqatni gapiradigan shinobi deb atardi. U katta qurol Samehadaning egasi edi. Itachi bilan birga jang qilishganda deyarli ularni yengib bo'lmasdi. Deidara Iwagakuredan chiqqan, san'atni portlash deb biladigan yigit. U uchun har bir portlash bu san'at edi. Uning qurollari o'zini loydan yasalgan portlovchi jismlari. U juda ham ajoyib portlashlarni amalga oshirgan. Sasori Deidara bilan juftlik. Ular ikkalasi jang qilishganda u kombinatsiya juda ham kuchli bo'lardi. Ya'ni ularni ham yengib bo'lmas darajaga borar edi. Chunki Sasori ham, Deidara ham kuchli shinobilar edi. Mana shuning uchun ularni Akatsukiga ham qabul qilishgan. U ham Iwagakuredan edi. Keyin esa Qum qishlog'iga o'tgan. U qo'g'irchoqlar ustasi edi. O'z tanasini ham qo'g'irchoqqa aylantirib olgan. Shunday qilib u raqibni mag'lub qilishda anchayin yordam bergan. Hidan juda ham o'zgacha bo'lgan shinobi. U o'z qishlog'idan quvg'in qilingan va Akatsukiga kirib qolgan. Kakuzu Hidan bilan juftlik. U pulni yaxshi ko'radi. Uning tanasida bir nechta yurak bo'lgan. Har biri boshqa shinobidan olingan va shu sababli u juda ham uzoq yashagan. Zetsu g'alati ko'rinishga ega bo'lgan ikki tomonlama shaxsiyatga ega a'zo. Oq Zetsu va qora Zetsudan iborat edi. Qora Zetsu aslida Kaguya tarafdori edi va Akatsukini boshqarishda yashirin rol o'ynagan. Tobi aslida u Obito Uchiha edi. Boshda o'zini oddiy odam qilib ko'rsatadi, keyin esa o'z rejalarini ochib beradi. U Moon Plan barcha odamlarni genjutsuga solish rejalarini ilgari surgan.
keling endi Akatsuki nimaga tuzilgan? Akatsuki kuchaygandan so'ng ular qanday rejalar tuzganini aytib beraman. Akatsukining asosiy rejasi Biju, qudratli chakra hayvonlarini qo'lga kiritish. Bu hayvonlar Ichibi, Nibi, Sanbi, Yonbi va oxirida Kyubi, ya'ni Naruto ichidagi qudratli tulki. Bijularni yig'ish orqali Ten Tails'ni uyg'otmoqchi bo'lishdi. Keyin esa Moon Plan, barcha odamlarni ongini bitta illyuziyaga kiritish, Infinity Tsukomini amalga oshirishmoqchi bo'lishdi. Bu orqali tinchlik o'rnatiladi deb o'ylashdi, lekin bu noto'g'ri fikr edi. Akatsuki ichidagi har bir a'zo o'z sababiga ega edi. Kimdir kuchini istadi, kimdir dunyoni o'zgartirmoqchi edi, kimdir shunchaki o'tmishidan qochmoqchi. Lekin bu guruh oxirigacha bir butun bo'la olmadi. Kimdir o'ldi, kimdir qochdi, kimdir aldandi. Tobi va Korozetsuning yashirin va qabih rejalari Akatsukini ichkaridan yemira boshladi. Itachi, Pain, Conan bular aslida yovuz emasdi. Ular o'zicha dunyoni o'zgartirmoqchi edi. Shunday qilib o'limlar haqida ham keling biroz gaplashamiz. Akatsukining kuchli a'zolaridan biri Itachi Uchiha o'z ukasi Sasuke Uchiha tomonidan yo'q qilindi. Sasori, Chiyobuva va Sakura tomonidan yo'q qilindi. Pain, ya'ni Nagato, Akatsukining eng kuchli a'zolaridan biri edi. U esa Uzumaki Naruto tomonidan yo'q qilindi. Hidan, Nara Shikamaru tomonidan yo'q qilindi. Deidara o'zini o'zi portlatdi, lekin hali hamon Akatsuki tirik edi. Obito va Zetsuning niyatlari hali ham o'sha Infinity Tsukomini amalga oshirish edi va bunga harakat qilayotgan edi. To'g'ri, biroz muddat Akatsukining ichida boshqa a'zolar ham bo'lgan, Orochimaru yoki Uchiha Sasuke. Bular oz muddat Akatsukida bo'lishgan va keyin Akatsukini tark etishgan. Akatsuki bu yovuzlik emas, bu murakkab niyatlar, noto'g'ri yo'llar va katta qarorlar yig'indisi. Har bir a'zoning o'z taqdiri bor. Agar sizlarga Akatsuki a'zolari haqida ham alohida video chiqarishimizni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Do'stlar, shu yerda video o'z yakuniga yetadi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr.